Kürşat haqqida hikoya. Avtori Habibulla Ablamit. Tarixiy hikoyalarni o'qish ibodatga o'xshaydi. Chunki u inson ruhini poklaydi. Birinchi. Sirlari qizil yeshil chaqnab turgan eshiklar. Yaltiroq tamlardan qo'pirilgan qatma-qat oltin qasr. Mərmər saraylarının birida hiyləgər Məkkar vəzir Cangsong padişah Suyvindəyə türklərni qandaq yo'qotishning chora tədbirlərini mundaq bayon eylədi. Hozirgi bundaq ahvolda türklərning yiroqdikisi bilan do'stlashib, yaqindagilarga hujum qilsaq, kuchliklarining orasini buzib, ularni bo'lib tashlab acizlar bilan birlashsak deyman. Bo'libmi, Türk qavmi xotin haqqa bakmi yerisman keladi. Ularga chiroyli sohib jamollarimizni so'q qilsak, bu orqali birinchidan ularning naslini bulg'aymiz. Ikkinchidan u sohib jamollar biz uchun vaqti kelganda josuslik qiladi. Hatto o'z jonlarini to'g'ri tikib, u qapaqvash qor turklarning jinini oladi. Ha rost, bu xalqning mollamlari bakmi mol dunyoga yerisman keladi. Uning ustiga bakmi hasadxo'r. Ular orqali ig'vo, fitna fasodning urqini chachqili bo'ladi. Biz bulardan unumlik foydalansak, bakmi dana ish qilgan bo'lamiz, oliylari. Biz mana mushundaq dana tadbirlar orqali ularning tahdididan qutulib qolmay, balki yana 10 necha yildan keyin fursat tepib turklarga yurish qilamiz. Biroqli hujum qilib ularning davlatini yo'q qilibdimiz. Bu tadbirlarni anglagan podshoh bir oz o'zini besib olgandan keyin ichidagi qo'rqinchlari bir damdala bulutdak tarab ketdi. Demasimi, aradan uzun yillar o'tmayla Çinga qo'shin tartib, Chang'anni muasirga olgan ko'k turk imperatorligining qog'oni Savarloga qo'l ostidagi Tardo qog'on bo'ysunmadi. Buni ozdab, Opaxonmo bo'ysunmay xushomat xo'ylik qilib Chang'anga ziyoratga bordi va Sharqi Uyg'urlar Savarlo qog'onga qarshi isyon ko'tardi. Ular Savarlo qog'onning ordisini besib oldi, deb yolg'ondan ig'vo tarqatdi. Zamxon orqali yetkazilgan ig'voga ishongan Savarlo qog'oni turk qo'shinlarini chekindirib qaytib ketdi. Buning bilan Suy sulolasi o'lim girdovidan qutulib qoldi. Shuningdan e'tiboran turk xonlari orasida uzilmay urush boshlandi. Bu urushlar 20 yil davom qildi. Eng oxiri buyuk ko'k turk imperatorligi Sharq va G'arb turk qog'onligiga bo'linib ketdi. G'arbi turk qog'onligining territoriyasiga Ili vodisi, O'rta Osiyo, G'arbi Osiyo, Afg'oniston tava bo'lib, poytaxti hozirgi Qirg'izistondagi Mingbuloq edi. Sharq turk qog'onligining territoriyasiga hozirgi Mong'oliyaning g'arbidagi Qobdo rayonidan g'arbda Ulug' okeangacha bo'lgan joylar tava bo'lib, poytaxti O'tukan edi. Mana mushu 600-yildagi bo'linishdan keyin Chillar turklar ustidan g'alaba qilishga boshladi. Bo'linish turklarning ana tuproqlaridan ayrilishiga sababchi bo'lgan asosiy omil edi. Sharqi turk qog'onligi tezli ro'naq tepib, 1 million otliq askar bilan Chang'anga yurish qilgandimi, bu maxfiy yurishni shu chog'da Sıvarxanның
Ханзу мәликісі Бейжіңға оғырлықчы адам әвәтіп, Сүй сұлалысының падишайға қабар қылып қойды. Бұның білән Сүй сұлалысы дәрхал дана тәдбір ішлетіп, өзіні түріклерінің hücumundan сақлап қалды. 618 yılı Çin'da öz içinde çıkan dəhşətlik qo'zg'alonlardan keyin Süy sulalisi qattiq yer təvrəşdi qalğan tuproqdak astin üstün bo'lib ko'mtirilib ketdi. O'rniga Tang sulalisi 618 yildan 907 yilgacha tiklanadi. Bu chaqda turklar Tang sulalisining qurilishiga o'zining otliq qo'shinlari bilan yordam bergan. Hatto yenidan qurilgan Tang sulalisini o'ziga qarashliq davlatdak bilib, ularni ko'zga ilmay bexotlashgan. Ularning yog'lim gaplariga ishongan. Quruq va'dalarga aldangan. Ko'z oldidagi rohat farog'atga berilib, aqli hushini yo'qotgan. Ammo Çinlar o'zining zarlik xanjirini qo'ynida saqlab, fursat kutgan. 619 yili Sıvar Qağan olamdan o'tdi. Uning o'rniga Chuluk xon Qağan bo'ldi. Türk qağanlarının odati bo'yicha Çin malikasiga uylandi. Bu malika 621 yili Chuluk xonni zaharlab o'ldirdi. Uning o'rniga Qaraxon Qağan bo'ldi. 622 yili Qaraxon Tang sulalisiga hücum qildi. Bu chaqda Çinlar bak ojiz edi. Shunga ular darhol Makkar elchilarini avatib, tinchlik betimi tuzishni talab qildi. Oxiri nurg'un siyliq to'lash hisobiga kelishim tuzildi. Garchi tinchlik kelishimi tuzilgan bo'lsa-mu, Tang sulalisining podshohi turklardan qo'rqib, poytaxtni Chang'andan yo'tkab ketishni o'ylashdi. U Chang'anga o't qo'yib, kul qilvitib ketishni qaror qildi. Ammo podshoh Li Yanning o'g'li Shahzoda Li Shiming unumay bu qarorga qarshi chiqdi. 626 yili turklar yana Chang'anga yaqinlab keldi. Bu chaqda dadisining o'rniga podshoh bo'lgan Li Shimin Qaraxonga nurg'un oltin kumush tovar turdun berish orqali Chang'anni saqlab qoldi. Shu yili Li Shimin davlatining ichidagi bo'lgunchi kuchlarni tal-to'kis yo'qotib, davlatni asosan birlikka keltirdi. Shuningdan boshlab Li Shimin bir chetdan turklarga so'g'i salom berib oldigan bo'lsa, yana bir chetdan turklarga qarshi urushga jiddiy tayyorlik qilishga boshladi. 628 yili Sharqiy turklarni tashkil qilgan 15 qabila ichidagi Sharqiy Uyg'ur qabilasi va Surtardoshlar isyon ko'tardi. Mana buni fursat bilgan Li Shimin ularga nurg'un oltin kumush hadiya qilib, o'ziga moyil qilib oldi. Mana mushu yillarda kayni-kaynidan uzilmay ig'ir tabiiy ofatlar yuz berib, nurg'un chorva mollar qirilib ketdi. Xalq ocharchilikda qilib, ig'ir kunlarni boshdan kechirdi. Mana mushu vajidan turklar g'arbga ko'chishga majbur bo'ldi. Buni fursat deb bilgan Li Shimin Saddichindan chiqib, turklarga keng ko'lamlik hujum qildi. Ko'ch-ko'chda ketayotgan 100 mingdan oshiq turkni asir oldi. Bu asirlar Saddichinning ichiga majburiy ko'chirildi. Maqsadi bularning hammasini o'z territoriyasida assimilyatsiya qilib, sharq turklarning urug'ini biroqli quritish edi. Ularning ichidagi bagzodalarni poytaxt Chang'anga akilib nazarband qildi. Mana mushu chaqda asirga tushmay qolgan bir qism turklar O'rta Osiyoga ketib, Sharqiy Uyg'urlarga qo'shilib ketdi. Qaraxon 634 yili
Chang'anda vafot bo'ldi. 639-yili Li Shimin asirga tushgan turklardan tashkil qilgan bir qo'rchoq turk qag'onligi tashkil qilgan. Ammo asrlardan buyon mustaqil yashab kelgan turk xalqi bu qo'rchoq qag'onlikni e'tirof qilmay, mustaqil bir turk davlati qurish uchun maxfiy harakatga o'tdi. Ikkinchi, mana mushu ulug'vor g'oyani o'tirib qo'yg'ichi, bu harakatga yetakchilik qilg'uchi Svarxonning kichik o'g'li Shahzoda Kurshad edi. U Chang'anga majburiy keltirilgan turk bagzodillardan 40 yigitni atrofiga to'plab bir maxfiy tashkilot qurdi. Ular bu maqsad amalga oshsa, Kurshad qag'on bo'ladi deb qardi. Ammo Kurshad bu taklifni rad qildi. Qag'on nomzodligiga o'z jiyanlaridan birini ko'rsatdi. Uning taklifi qarordan o'tdi. Bu tashkilot o'zining harakat planlarini tuzib chiqdi. Ular yotlardek 30 qitim qurultay ichib, 30 qitim plan tuzib, 30 qitim muzokara qilib o'ltirmadi. Ko'p munozirlar, sukunatlar ichida jang, jidal va sulhlarni qilib o'ltirmadi. Hatto Shahab yulduzini ko'rolmay, qo'llariga yolg'ondan erkinlikning mash'ilini ilib olganlarning yo'lida ezib mangmidi. Ularning niyatlari xolis bo'lg'achqa, bir qitim yig'in ichib, ikkili qaror oldi. Bu qarorlarni ikki bosqich bo'yicha amalga oshirishni planladi. Birinchi bosqichda podshoh Li Shiminni tirik tutib, uni turklar yurtiga qochirish. Ondan poytaxtda nazarband bo'lib turgan turk baglarini qutuldirish. Ikkinchi bosqichda barliq turklarni safarbar qilib, sharqiy turk qag'onligini asliga keltirish. Bir millatning mavjud bo'lib turishi, hurligi va taraqqiyoti ana shundoq Kurshatdak sardor, fidokor yigitlarga ehtiyojliq. O'z manfaatini milliy manfaat bilan birlashtirib, mansab va sharaf, hatto mol dunyo uchun millatga bosh bo'laman deydiganlarning qo'liga qolgan bir qavmning taqdiri har zamon qorong'u bo'ladi. Li Shimin ayni chog'da puhraj kiyinib, kashda Chang'anning avod kashlik bozorlarini aylanib, puhralardan ahvol egallaydigan odati bor edi. Mana mush fursatdan foydalanib, Li Shiminni qo'lga tushirishni planlagandi. Ammo planlangan ashu kuni yer jahonni jut bo'ron qoplab, qattiq guldirmamliq chaqmoq chiqib, dahshatlik yomg'ir quyivatdi. Havoning paylining yomonligini ko'rgan Li Shimin talog'i chiqishdan voz kechib, o'rda ichida ko'ngil ichishni qaror qildi. Oq yuzlik, shahla ko'zlik, kelishgan, burti shalang, igiz qo'lliq kelgan, taq turqidan pamparasatlik chiqib turdigan bu shoh, ustiga seriq durdundan ajdaho to'n kiygan, beliga rangdor qush, cho'chilik shoyi poti bog'lab, to'nning oldi peshini potisiga qistirgan, zardan zig'riq qo'yilgan sumruq shakldagi ko'say o'tik kiygan putlarini almashtirib, hashamatlik shira yanida puzur o'ltiradi. Ajdarho suratlari naqshlangan oltin putliq shiraning usti xilma-xil taomlar, ko'k gizak va yal yemishlar bilan bezalgan edi. Qiynoq damlangan choylar ajoyib xushpuroq chachadi. Sharobchi qizlarning tabassum bilan kim kahriva jamlarda so'p-suzuk esil sharoblarni sunib, ko'zning yig'ini yeydi. Yelpigishdan chiqqan sap havoning payzida yeshil to'nga purkangan zilva bo'yliq naqshchi qizlarning nafs, nay, balıman, jo'r bo'lib aytgan naqsining shirin ovozlari o'rda ichini
zil-zilga salat. Nilopardek xushpıрақ chechib turdigan raqqas qizlarning nazlanib o'ynagan usul va laparlaridan Leşminning ko'zlari xumarlashib, shahvona havaslar qo'zg'alib, gul qaqalari ichilib, gar shivirg'anliq kechida mayga, kayp sapaga ishtiyoq bog'lagandi. Mana dal mush paytda Kürşatning ichi tit-tit bo'lib, qo'shumi qoshlari turilgandi. Uning nurliq chiroyidan qandaqdir bir ansizlikning alomati chiqib turadi. U nima qilishini bilolmay ichida mundaq o'yladi bo'lgandi. Agar bugun u chiqmaydigan bo'lsa, cho'qim oshkorlanib qoldik. Shunga yo o'lim, yo ko'rim deb xon ordisiga besib kirib, uni shu yerdan tutishimiz lozim. Bu o'ylarini o'zining eng yaqin do'sti, sabdoshlariga aytdi va ularning qo'llashiga erishdi. Shuning bilan bu 40 chavandoz azimat barliq urush qurollari bilan to'liq qurollandi. Ularning hammasi kelishgan, navqiron yigitlar, bahodir, jasur palvonlar edi. Bo'libmi beshiga yulg'un terisidan tumoq kiygan, maydisi ham dumbisiga qora qilin chamdan yasalgan yurak daldug'ush taqıgan, ichiga ko'k raxtdan pashmat, putiga o'tik kiygan, beliga tasma bog'lagan, tasmasiga dastiga bo'ri surti naqshlangan xanjar taqıgan, mo'risining so'l tarafiga o'qya, o'ng tarafiga teri chishiltilgan sadoqtanda liq o'qni esib, qo'lida paqrab turgan qilichini tutib, hammaning oldida qip-qizil cho'g'dak to'riq etining chulvirini tutib, o'zining qiron yigitligini namoyon qiladi. Qolgan 40 bahodir yigitlarmi qo'llariga nayzi qilich, shamshar, oy paltilarni tutqandi. Barliq qurol yaroqlar bilan jabdungan azimatlarning hammasi taq bo'lib, chavandoz botir suftiga kirgandi. Ular erkinlik, hurlik uchun jangga otlanish oldida bir qitim bir-birlarining ko'zlariga samimiy beqishdi. Ondan udul podsho ordisiga qarab, dahshatlik bo'rondak ot selib yurib ketdi. Ular podsho turgan uyga asta-asta yaqinlashdi. Bu chog' dal tun nisbi bo'lgan, yomg'ir to'xtagandi. Osmonda qor bulutlar tarqilib, to'lin oy atrofni yo'ritib, qutbdagi 7 tikan yulduzi bahodir 40 yigitning ustida chaqnab turadi. Ammo ordu qarovillari atrofdagi har qanday bir shapiga quloqlarini ding tutib chorlayotdi. Yigitlarning har biri o'z o'rinlariga joylashib, yoylariga o'qlarini besib, kirichini bo'lishiga tortib, 15 kunlik to'lin oyning yo'riqida har biri bir qarovulning yuragini nishonga olgandi. Kürşatning ishorati bilan tangla 40 yoydan 40 o'q vingildab chiqib, 40 dushmanning jinini tenidan judo qildi. Ular darhol yoylarga qayta o'q besib, qolganlarni nishonga elib otdi-da, ondan qilishlarini g'ilaplardan sug'urib elib, olg'a ilgirlab, quyundak ordu qorosiga bostirib kirdi. Ammo ordu qorovillarining bunchalik ko'pligini ham ularning unchalik botirligini o'ylabmi baxmagan edi. Leşmin o'zini shunchalik qo'g'digan ediki, ordu baqovulining qo'l ostidagi askarlarning o'zila 2000 ga yetadi. Qattiq jang boshlanib ketdi. Ay xanas, ishtinglarmi ahamixas. Yigitlarning birlarining atgan o'qlardan dushman mashqavillari tik tushib, tulki to'shqandak jon bersa, birlarining karomat qilichvozlik san'atidan, ko'kda javlon qilgan qilichlardan atrofiga kelishga jur'at qila olmagan muhofizatchilar g'al-g'al titrab turib,
orqasiga dajit. Aldığı yugurganning bo'yniga shamshar urilatdi. O'z gumpisini ishqa selib, qo'lidagi aypaltillarini o'ynatgan chavandozlarning oldini hech kim to'siyolmaydi. Jang davomlashmoqda edi. Ammo ularmu jon tikib elishganligi uchun yigitlarning olg'a ilgirilishi mumkin bo'lmadi. Chunki oldiga etilib kelayotgan qorovullarning oyiqi uzilmaydi. Qaysi g'olib, qaysi mat ayrig'ini bo'lmasimi, ham shu minutda kim hayot, kim mamat ekanligi aniqli bilinib turadi. Hamma yeri raqiblarining qini bilan bo'yalgan Kurshad, ordu muhofizatchilarining bargan siri ko'payib, qora qiyondak ko'krab, yopirilib kelayotganligini ko'rib, Lishiminni ordudan tutib, elib chiqishga ko'zi yetmay, oliblarga ordudan chekinishga buyruq berdi. Ular bir tarafdan elishib, bir tarafdan chekindi. Ularning at uloqlari orduning boshqa bir tarafida qolgan edi. U yoqqa chekinish hozir mumkin emas edi. Ular shu paytda ordu eg'ili tarafga chekinayotganligini payimladi-da, darhol ordu atxonasidan atlarni qo'lga tushirib, qechishni o'yladi va atxonadagi jiddiy jangga tayyorlab qo'ygan egar jabduqlari rastlangan atlarni minib qochdi. 40 olibning ichida o'lganlar yo'qdi. Ammo ig'ir tig' zarbisida yaralanganlar bor edi. Aslidilla at ustida cho'ng bo'lgan bu azimatlar at ustida xuddi aram ilayotgandek bahazur o'ltirib, quyundak chaptirib ketyotdi. 40 olibning 40 itining nolisidan chiqqan to'pi changlar Chang'an ko'chillarini quyuntoz ichida qoldirib chiqib ketdi. Quyundak chepayotgan atlarning tuqidan chiqqan jang sadolari asirga tushgan 100 ming xalqning yuraklarini zil-zilga silib, ularni erkinlik uchun kurash qilishga chaqirmoqda edi. 40 olib Uddul Vixi daryosi tarafga qarab at soldi. Vixi daryo tarafga qarab at soldi.